Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Biz Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidamiz va bugun yana bir baxtli oilada, baxtli xonadonda xonadon bekalari onajonimizni tavallud topgan kunlarini nishonlab turibmiz va qo'limizda chiroyli mana onajonimiz uchun atalgan chiroyli gullar va chiroyli sovg'alar bor. Onajonimizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Bugun Xudo xolasa farzandlar tomonidan chiroyli bir tilaklar yangraydi, yaxshi niyatlar yangraydi. Onalarimiz doimo baxtimizga sog' bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kommentariyada onalar haqida bitta fikr qoldirib, like bosib tomosha qilasizlar degan umiddaman. Mehnatimizni qadrlaysizlar, onajonlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz juda ham. Biz boshladik. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tar kim qani, kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hozir baxtli onlarga guvoh bo'lib turibmiz. Qo'shiqni so'zlariga ahamiyat bergan bo'lsalaring, onajonlarimiz uchun yangragan. Hozir onamiz shunaqa yuraklari maza qildi, to'g'rimi? Onaga duru gavhar chartmas, ikki og'zim shirin so'z. Mana shunaqa kichkinagina e'tibor bo'lsa, men o'ylaymanki, har bitta onalar, otalar xursand bo'ladi. Bugun baxtli kunlarni nishonlab turgan Muniraxon onamizni yana bir bora tabriklaymiz. Umr yo'ldoshlari nomidan, yaqinlari nomidan bugun mana eng aziz insonlar yig'ilib turibdi va bugun alohida har bitta insondan tabrik eshitamiz va ayol kishi uchun eng katta baxt umr yo'ldoshining qo'lidan gul olish. Va mana shu baxtli onlarga siz ham biz ham guvohlik qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Hurmatli shu yerga kelgan meni rafiqam onasini tug'ilgan kuniga. Xush kelibsizlar hammalaring. Men onasini shu kuni bilan men yurakdan tabriklayman. Chin yurakdan. Rahmat. Xo'p, mayli. Rahmat. Qarsigilar bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat bo'lib, yonimizda o'zingiz bosh bo'lib, doim sog' bo'lib yuring oldimizda. Mayli-da. Yaxshi ko'rishingizni ayting. Sizni yaxshi ko'raman. Qarsigilar bo'lsin. Assalomu alaykum. Shu xonadonga yig'ilgan hamma qarindosh urug', jigarlar, hammalaringni tug'ilgan kunlar bilan hammalaringni tabriklayman. Eng avval ayajonimni tabriklayman. Ilohim sizlarga kirib yursin. Keyingi yil Xudo xohlasa bundan ham zo'riga qilishga harakat qilaman. Xudo xohlasa hojilarga borish nasib qilsin oyijonimga, xolalarim hammalaring hojilarga borish nasib qilsin hammalaringga. Shunaqa tug'ilgan kunlar har ko'p yilini ko'ramiz. Hammalaringni har yili shunaqa dasturxonga, shunaqa tabriklarga hammalaringga kelishlaringga nasib qilsin ilohim hammalaring. Xudo xohlasa xush kelibsizlar mehmonlar hammalaringga. Ilohim onajonim baxtimga soppa sog' yursin. Shunaqa tug'ilgan kunlar ko'pini ko'rish nasib aylasin. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Ilohim bunaqa tug'ilgan kunlar Ilohim. Qani qizlari. Assalomu alaykum hammaga. Yig'ilganlaring uchun rahmat. Onajon sizni shuncha boqsam ham sizni chin qalbdan yaxshi ko'raman. Qanikini danagidan mag'iz shirin deb. Assalomu alaykum xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Shu fursatdan foydalanib bayajonimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Baxtimizga Bugun Xudo xolasa onalar haqida eng yaxshi tilaklarni birgalikda eshitamiz. Qani endi qarindoshlar kelinglar. Assalomu alaykum. Shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun jiyanimni tug'ilgan kuni ekan. Tanijoni sog' bo'lsin. Bolalarini orzu havasini ko'rsin. Shunaqa yoshlarni ko'pini kirib yuraversin. Tabriklaymiz yana bir bora. Assalomu alaykum. Avvalambor hamma xush kelibdi. Sog' salomat bo'linglar. Shunday kunlarda oilamiz bilan jam bo'lib, ilohim shunaqa kunlarda ko'pini ko'raylik. Qiynalib mana farzandlarini boqqan ekan, rohatini ko'ryapti. Hamisha shunaqa kunlarga bosh bo'lib, farzandlariga bosh bo'lib, endi Ka'batullohlarga chorlab, Allohim Ka'balarni ko'rish nasib ro'za o'ylasin endi. Omadingizni bersin ilohim farzandlaringizga bosh bo'lib. Jonim tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Qani birgalikda. Sizlarga kiring dadam bilan Shu bolajonlaringizni chiroyli bir tabrik so'zlari bor, o'qib bermoqchiman. Mehribon otajonim, mehribon onajonim. Bizni hech kimdan kam qilmadilaring. Meni onam juda ham sabrli, matonatli ayol. Doimo baxtimizga sog' bo'ling onajon. Biz farzandlaringiz bilib bilmasdan sizni xafa qilgan bo'lsak, bizni kechiring. Onam haqida gapiray desam, onamning mehri daryo ayol. Sabrli, matonatli, hayotni pastu balandiga biz farzandlari deb chiragan onam. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Oilamizni ko'rki bo'lib yurishlik sizga nasib qilsin. Niyatimiz bor, barcha farzandlaringiz birgalikda umralarga, haj safarlariga ota-onamizni yuborishlik niyatimiz bor. Yana bir bora bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun mana shu yerga yig'ilgan va bizni mana shu video lavhalar orqali tomosha qilayotgan, ayrim sabablarga ko'ra bugungi tadbirimizda qatnasha olmayotgan qarindoshlar, aka-ukalar, yaqinlar nomidan hammasining nomidan tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Har yili bundan ham chiroyli qilib gullar bilan, yaxshi bir sovg'alar bilan kelishlik, bu yildan keyin Xudo xolasa hojona deb kelishlik
nasib qilsin yana bir bora bizni ham mana shu ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa bu oilani har bitta onalarini, otalarini tabriklash baxtiga muyassar bo'lyapmiz sekin-asta. Va ana endi siz videolarimizni ko'rgan bo'lsangiz kerak, taassurotlarni o'zingizda qanaqa bo'lar ekan eshitamiz. Rahmat, men kutmagandim. Kelganlarga ham rahmat, sog' salomat bo'lsin. Hammaga rahmat. Kayfiyat qalay bo'ldi? Kayfiyat ko'tarildimi? Ko'tarildi. Bir orada yig'lab oldingiz-a? O'zi shu onaga shu kerakda ikki og'zim shirin so'zga sevinch ko'z yoshlari yangrasa, sevinch ko'z yoshlari oqsa bu qilayotgan mehnatlarimiz besamar ketmaganligidan dalolat beradi. Onaning yuragi bu kunlari hammajon boshqacha bo'ladi. Tabriklaydiganlar bormi ichimizda? Yo qo'shiqqa beraveraylikmi navbatda? Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina Mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina Oh mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina bedava Farg'onada bittagina Emman kabi dardi bedava Farg'onada bittagina Farg'onada bittagina Malika bu husningga gado Farg'onada bittagina Farg'onada bittagina Farg'onada bittagina Falagi burcunun ehri turan varsan Kayısı sadep burcunun gevher şeh varsan Kayısı tamamısı napayı tatavursan Kayısı çemen zarını naleyi gülünarsan Soylamağı isene yemnisi var yarsan Boy ala göz boy Kara göz boy Ala göz gel beri, kara göz gel beri Hamadı ve bende dur, bağır servire bağ Lelledin reşki bil, ulçirur beri kal Çünkü çemen sehrede yüzün gül nişan Lalesine iler huzur bul bir kanıma Soyla bana insanım Yemnisi ver yarısan boy Ala göz boy Kara göz boy Ala göz gel veri Kara göz gel veri
Qulluq bo'lsin to'ylari yor yor yaroni yarashibdi bo'ylari ey yor yaroni Qulluq bo'lsin to'ylari yor yor yaroni yarashibdi bo'ylari ey yor yaroni Baxtli kelin kuyovni yor yor yaroni bugun orzu o'ylari ey yor yaroni Baxtli kelin kuyovni yor yor